Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıdaki dersimizin devamında bugün ilim hakkındaki kitabının tövendeki babını okumuz. Bu babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh muşu sorun katlaşkanla sorun katlaşmagan kişilerge bildirip koysun, yetkizip koysun diyen bab hakkında. Şimdi bu babның özü bir hadis. Bu hadisi İbn Abbas rahmetullahi aleyhi raziyallahu anhu Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet kılgan. Ondaqda bu babdaki kullangan kelime Peygamberimizdeki söz emniyette. Ondaqda bu babda nim demekçi buniki iniq mazmununu hadis arqılıq bilimiz. 104 numurluq bu hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi bizge Abdullah ibn Yusuf hadis sözlep bergen idi deydi. Bu kişinin ismi Abdullah ibn Yusuf Tennisi baş tercümalı öttü. Bu kişi dedi bana Leys hadis sözlep bergen idi dedi. Leys ibn Sa'd Mısırlık ulema aynı vaxtdaki. Leys dedi bana Said hadis sözlep bergen idi dedi. Said olsa Said ibn Abi Said el-Maqburi. Buların tercümalının hemmisi ötep boğan başta. Şimdi Said Abi Şureh degan kişinin hadis rivayet kılmakta. Bundaqda Abi Şureh kim o? Ebu Şureyh'ninki asli ismi Huwaylid. Huwaylid diye ismi bekrek meşhurrak. Özü Huza'a kabilesinden. Huza'a kabilesi şu Mekke'ye yakın yerde yaşaydıgan azıqı mesela Ömür Mescidi diye bir mescid vardı. Şu mescidinki yan taraflarda yaşaydıgan kabile bulup Kureyşlerden yakın ötken, bazı uruşta ötken degende bular Kureyşlerden bo'lgan bularniki nurgun cahiliyet vaxtida bazı mesela tiniş holatda o'tgan, ko'p vaqtlarda urushlar o'tgan. Bularning hayoti zor. Hatta bir mezgil Xuzo qabilasi Ka'bani egallab olgan. Hatta Qurayshlarni haydab chiqargan avvaldan bo'lgan tarixda. Ya'ni mushu Xuzo qabilasiniki Ka'b jamoatidan bo'lgan bu kishi. Undaqda bu kishi sahoba. Bu zot Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makka fathini qo'lga olishdan burun, ya'ni Makkani qo'lga olishdan burun musulmon bo'lgan. Makka fathi qilingan kunsa nurg'un sahobalarni urushga Peygamberimiz teklif kılgan şu uruşda Xuzo qabilesiniki bir küçük bir etretning bir oymoqning bayrog'ini bu uruşda mush adam ko'tarib chigan Mekkaga. Bu adamniki hem siyosiy jihatlik tuhfasi yuqoridagi, ammo ilmiy jihatli tuhfasi nima deganda bu adam 20 hadis rivoyat qilgan Peygamberimizdan. Bu adamning nomidan Peygamber sollallohu alayhi vasallamning 20 dona hadisi ummatga miros bo'lib qoldirilgan. Bu zat hem de Umayyalarninki sultanlık xilafet devrinde Hicri 68. yılı Medine Munevver'de alemden ötken. Bu zat depti hem de bu sahabe Ömer ibn Sa'id'ke depti de. Ömer ibn Sa'id Mekke'ye qo'shin evatayotgan vaqtlar. Ömer ibn Sa'id aynı vaqtida şu Yazid ibn Muaviyaninki devrida Mekke'ninki valisi bo'lgan. Keyingi mezgillarda Abdülmelik ibn Marwan bilan Abdülmelik ibn Marwan'dan keyin xaliflik nomzodiga tushgan valiahdi bo'lgan. Ammo hamda Marwan Abdülmelikning dadasi o'ziki o'g'illariga bay'atni elib Abdülmelik, uning keyin Abdülazizlarga Ömer ibn Saidni valiahdlikdan elib tashlab etgan. Keyin Abdülmelik xalif bo'lgandan Marwandan keyin buni chaqirib ekilib, aldab ekilib, gullab Hijriyaniki 70-yili o'ltirib etgan. Endi şu Medine'den Mekke'ye evatayotgan qo'shin şu Yazidninki davridagi qo'shinlar. Çünkü Abdullah ibn Zubayr Mekke'ni egallab olgan, o'zi xalif e'lon qilgan, Yazidga bay'at qilib unmagan. Bu mezgilda hamda şu Abdullah ibn Zubayrni itoatga akilish uchun qo'shin evatayotgan qo'shinda mush mezgillarda. Shuningdek hamda Abu Shurayh bu amirga debdi, Medina amiri va valisi shu vaqtida. Amir menga bir ruxsat qilsangiz Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke fethisinin etsi sözlegen bir sözünü men sizlarga sözlep berey. Resulullah'ның bu sözünü iki kulkan bilen anlagan men, yürken bilen saklagan men, sözlüge vaxtıda iş güzen bilen kögen men. Peygamberimiz Allah'a hamd sana aytib bulup mundaq degen idi. Hakikaten Mekke'ni Allah subhanahu ve taala haram kıldı. Onu kişiler haram kılmadı. Allah ve ahiret günüge işengen her kandak Müslümanın üyede kan töküşü halal emas. Mekke'nin daraxtlarını yuluş, kesiş halal emas. Eğer bir adam Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın şu yerde uruş kıgallıkıdın delil ispat kösetse özüge
ruxsat talab qilsa dedi. O adamga deb qo'yinglar. Alloh taolo payg'ambarga ruxsat qildi, sizlarga ruxsat qilmadi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethi günü Allah Teala ma'lum vaqtni shu kunda Resulullah'ın Mekke'ni fethi qilish uchun urush qilish ruxsat qilgan. Resulullah'dan burun va keyin hech bir odamga xos shaklda buni halol qilgan emas. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yana deyapti, "Manga shu kunduzning ma'lum vaqtida, kunduzda manga shu yerda urush qilish manga ruxsat berildi, Xudo tarafidan berildi." Andin dedi. Resulullah'ın urush tutgandan keyin, Mekke fethi tutgandan keyin. O Mekke'nin haramlığı xuddi tünügün haram kılınğanga o'xshash bugün yanıla haram dedi. Peygamberimiz Mekke fethisi qilib aytib davatgan gap Mekke'de xutbada. Yani o'xshash, yani burunga o'xshash yani haram bu yerda urush qilish haram, qon to'kish haram demoqchi. Bu so'ringa qatnashganlar yo'qlarga yetkazib qo'ysin degan Peygamberimizning tuvanlik so'zini Abu Shurayh Amir ibn Saidga deb beryapti. Shuning bilan Abu Shurayhga mundaq bir savol tashlandi-da. Endi Abu Shurayhga Amir ibn Said debdi-da, vali emdi. Abu Shurayh, men sendan bekrak bilma. Bu Mekke asi gunohkorni patomaydi, uning panolik bermaydi. Odam o'ltirib qochib ketgan qonxo'rga panolik bermaydi. O'g'irlik qilib qochib ketgan o'g'irga panolik bermaydi. Deb bu vali bu sahabiga bu hadisga bo'lgan o'zining tushunchisini deb beryapti-da. Hamda boshqa rivoyatlarda deyilishicha Abu Shurayh debdikan valiga, "Sen u yerda yo'q amir. Men u o'rinda bor. Men sana naq payg'ambarimiz yetkazib qo'ysin dedi. Men sana yetkazib qo'ydim. Sen yo'q yerda men bordim" deb bu so'zga raddiya bergan deyildi. Chunki o sahabalarmı, başkalarmı Abdullah ibn Zübeyir'nin xilafetke bulardan hakikaten haqlı ekanligini hammalar biladi. Çünkü bular bazı tabi'in, bazı tabi tabi'in. Abdullah ibn Zübeyir bir sahabe. Peygamberimizin bir cemaati onun üstüge. Resulullah'ınki maqtishiga erishgan, adolatiga erishgan bir sahabe. Ama Ömer ibn Said Bosjo degan vaqtida bu odamni ulamolar ko'pinchisi buni fosiq deb qaragan. Bular mushta hadislar orqali o'zi yo'l izlayotdi. Bu yo'lni etish uchun Abu Shurayh shuncha kuchigan bo'lsa-mu, afsus Abdullah ibn Zubayr yanla qatl qilingan. Hatto Abdullah ibn Zubayr o'ldirilgan vaqtida Abdulmalik ibn Marvonniki qo'shin tarafidan Hajjaj navbatgan qo'mda. Abdullah ibn Zubayrni o'ldirish bilan birga uni o'ligini dog'i esib, bundan boshqa İsmail aleyhissalatu vesselam devirde kurbanlık kılınan koçkanınki müngüzü isarlık geldi Kabe'ye. Bu Kabe'ye mençana katip küydürüp başı etkende. Şu vaxt Kabe'nin bir kısmı kuygen, buzulgan. Şu vaxtki şu koçkanınki müngüzümü yoqab ketken. Hem de bu 105. numurluk bu hadisdimi? Hem de şu sorun qatnaşqanlar yo'qlarga kemi kilenmegenlerge yetkizip qo'ysin degan mezmun aks etgan. Yuqoridagi hadislar ikkisidagi alaqadar mezmun faqat balaning yo'qlarga yetkizib qo'yishi haqidagilar mezmun xotirlangan. Endi 105. bu numurli hadisda bizga Abdullah ibn Abdul Vahhab hadis so'zlab bergan edi deydi İmam Buxoriy rahmatullohi alayh. Endi Abdullah ibn Abdul Vahhab Abu Muhammad nomi bilan mashhur. Bu İmam Buxoriy rahmatullohi alayhniki ustozlaridan bo'ladi. O'zi ishonchlik, mazmut odam deb sifatlangan. Hatta Yahya ibn Ma'in va ulardan boshqa nurg'un hadis olimlari bu odamni ishonchlik degan. Ba'zilar masalan rostchil ishonchlik degandek iboralarni qo'shib qo'ygan. Bu odam 228-yili o'lib ketganligi tarixda xotirlangan. Bu odam deydi bizga Hammad hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Undaqda bu Hammad kim bo'lsak, Hammad ibn Zayd al-Basri. Bu boshda o'tib bo'ldi bu odamniki tarjimali. Bunu ta'kidlashning hojat yo'q. Bu odam Ayyubdan, Ayyub as-Sakhtiyani. Bu kishining tarjimalim o'tdi. Ayyub as-Sakhtiyani bo'lsa Muhammaddan hadis so'zlayotdi. Undaqda bu Muhammad kim o? Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin mashhur Tush ta'biri nomli kitobi bilan mashhur. Bu kishining tarjimalim o'tgan. Bu kishi Ibn Abi Bakrdan Muhammad ibn Abi Bakrdan Abi Bakrdan rivoyat qilgan debdi. Aslida hadisda rivoyat qilingan rivoyat
İbn Abi Bekra kelimesi yo'q. Muhammad Abi Bekradan rivoyat qilingan deyilgan. Ma İbn Abi Bekra bu yerda qaytilib qolgan debdi. Umdatul Qari'ninki muallif avtori. Undaqda Abi Bekra'niki ismi Nufay. Bu kishiniki tarjimali boshda bir necha qatim o'tdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamninki zikri bo'ldi-da, gap so'zlar bo'lib. Shu yerda shundaq dedi. Sizlarning qonlaringlar, mollaringlar dedi. Payg'ambarimizning so'zi. Muhammad dedi deb o'ylayman. Hamda Muhammad degani shu Muhammad ibn Sirin hamda. Sizlarning hatto o'z obro'yinglar sizlarga harom. Dedi Payg'ambarimiz. Xuddi mush kuninglarga o'xshash, mush eyinglarga o'xshash. Ya'ni bu shu Arfatda deyilayotgan gaplar, Arfat haj vaqtlarida. Shu Arfat mezgili haj vaqti qanday ulug' bo'lgan bo'lsa, shu kunni hurmatlash qanday ulug' bo'lgan bo'lsa, sizlarning o'z obro'yinglar, qonlaringlar, mollaringlar, ya'ni shularni ilib o'z obro'yinglarga tajovuz qilish, bularning hammasi sizlar o'zaro sizlarning oranglarda harom. Mush kunning haromligiga o'xshash yoki mush kunning hurmatiga o'xshash, mush oyning hurmatiga o'xshash deydi. Chunki arablar bak qadimdan tortib bak hurmatlaydigan oylar haj oylari. Payg'ambarimiz yana shunday deb ta'kidlabdi. Bu hadis xili uzun hadis, lekin bu yerda qisqartib bilan rivoyat qilinibdi. Mush so'ringa qatnashgan hozirlar yo'qlarga yetkazib qo'ysin dedi. Muhammad deydigan edi dedi Muhammad ibn Sirin. Payg'ambarimiz haqiqatan rost aytgan. Ashda bo'ldi. Ashta bo'ldi. Ala hal ballagtu deb. Men yetkizdim deb ish qildim degan dedi. Demakchi bo'lgani Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zining degan shu so'zni balaning yo'qlarga, kelganlarning kelanmaganlarga yetkizib qo'yishini Rasululloh topilgan tavsiya qilgan dedi. Undaqda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bu mazmunni, bu hadisni keltirish orqali ilmni anglagan, bilgan kishilarniki qatnashanmagan ilm so'rovlariga kelmagan kishilarga yetkazib qo'ysa bo'ldiganligini, yo'lliq ekanligini tavsiya qilmoqchi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.